Men ham munozara moderatoriman. Xudo bormi deb nomlangan ushbu munozara boshlanishidan oldin u ikki olim, janob Javed Axtar va janob Muftiy Shamail Nadviy o'rtasida bo'lib o'tadi. Ushbu munozara muammosiz o'tishi uchun bir nechta asosiy narsalarni tushuntirib beray. Hozirgi kunda biz o'rganib qolgan munozaralarga o'xshamaydi. Yaxshi o'qilgan akademik munozara. Bu munozara qanday bo'ladi? Uning haqiqati nima bo'ladi? Avval sizga shuni aytib beray. Avvalo, yosh olim Muftiy Shamail Nadviy 10 daqiqa davomida o'z argumentlarini taqdim etadi. Shundan so'ng Javed Axtar o'z qarashlarini taqdim etish uchun 10 daqiqa vaqt oladi. Shundan so'ng biz raddiya deb ataydigan narsa, javoblar davri bo'ladi. Men sizning aytganlaringizni tasdiqlamayman va siz aytganlaringizni ham tasdiqlamayman. Har bir ishtirokchi 4 daqiqa raddiya, so'ngra ikkinchi bosqich savol-javoblarga ega bo'ladi. Biz bunga taxminan 16 daqiqa vaqt ajratdik. Endi bu bir qator savollar, ko'p odamlarning savollari bo'ladi. Shuning uchun biz vaqtimizni boshqarishimiz kerak bo'ladi. Nihoyat, har bir olimga yakuniy bahslari uchun 5 daqiqa vaqt beriladi. Ushbu munozaraning eng muhim jihati siz, biz va internetda tomosha qilayotgan millionlab odamlarning savollari va javoblari bo'ladi. Shuning uchun biz bu yerda hozir bo'lganlaringizdan ba'zi savollarni olishga harakat qilamiz. Buning uchun 30 daqiqa ajratdik. Shu tarzda bu 2 soatlik munozara yakunlanadi. Biz yodda tutishimiz kerak bo'lgan 2 yoki 3 ta asosiy narsa bor. Biz hech qanday shiorlar bilan shug'ullanmasligimiz kerak. Bu shov-shuv emas, chunki butun dunyo kuzatmoqda. Shuning uchun biz o'rnak ko'rsatishimiz kerak. Biz odamlarga o'qimishli odamlar bir-biri bilan rozi bo'lish va rozi bo'lmaslik bilan birga kelishuv va kelishmovchiliklar bilan gaplasha olishlari uchun o'rnak ko'rsatishimiz kerak. Mening JNU professorim Purushottom Agarwal bu yerda o'tiribdi. U bizga darsda rozi bo'lish jasorati va rozi bo'lmaslik donoligi va buning aksi juda muhimligini o'rgatgan edi. Ikkinchidan, bu biron bir din haqida munozara emas. Bu hamma uchun tushunarli bo'lishi kerak. Bu biron bir dinni ulug'lash yoki kamsitish haqida munozara emas. Shunday qilib, agar kimdir tomosha qilayotgan bo'lsa yoki bu yerga shu umid bilan kelgan bo'lsa, sizni ishontirib aytamanki, siz hafsalangiz pir bo'ladi. Ushbu munozarada diniy ramzlardan haddan tashqari ko'p foydalanilganiga qaramasdan, jiddiy ko'rinadigan bu ikki kishi aslida yaxshi odamlar. Ular kecha kechqurun choy ichish uchun uchrashishdi. Ular o'rtasida juda ko'p kulgi va hazillar bo'ldi. Hatto bir-birlarini quchoqlab turgan suratlar ham bor edi. Bu internetda avj olayotgan shov-shuvlardan farqli o'laroq, bu ikkisi tinch munozaraga kelishib olganliklarining isbotidir. Twitter'dagi suhbatlar faqat Twitter bilan cheklangan. Hozirgi kunda Elon Musk uni X deb ataydi. Yengil kulgi. Va endi men bu munozarani ushbu olimlar bilan boshlaylik. Garchi ularni tanishtirish shart bo'lmasa-da, lekin ular shunday bo'lishi mumkin. Jurnalistikada bizga hech qachon taxmin qilmaslik o'rgatiladi. Fan ham shunday deydi. Muftiy Shamail Nadviy islom olimi va akademik. U Kalkuttadagi Vahiyan fondining asoschisi. U Laknoudagi nufuzli Darul Ulum Nadvatul Ulamoni tamomlagan. U ijtimoiy tarmoqlarda va jamoat forumlarida o'qitish va intellektual ishlarda faol ishtirok etadi va hozirda Malayziya Xalqaro Islom universitetida doktorlik darajasini olish uchun izlanmoqda. Qizig'i shundaki, u o'qishi bilan sayohat blogini ham yuritadi. Biz blogni Petronas minoralari oldida ko'rdik. Javed Axtar biz bilan. U shoir, qo'shiq yozuvchisi, nasr yozuvchisi, filmlar uchun dialoglar yozgan va qo'shiqlar yozgan. Bundan tashqari u ilmiy tafakkur va e'lon qilingan ateizm haqida gapiradi va o'z ratsionalligi haqida gapiradi. Xonimlar va janoblar, Xudo mavjudmi? Har kim bu savolga o'z javobini topishga harakat qilmoqda. Ba'zilar buni Xudo zarrasining kashf etilishi, ba'zilar Higgs bozonining kashf etilishi, ba'zilar esa massa qanday paydo bo'lganiga javob berishga harakat qilmoqda. Nima bo'ldi? Yaratilishdan oldin, vaqtdan oldin nima mavjud edi? Va ba'zilar so'rashadi, bu kashfiyotlar sodir bo'layotgan miya tabiat jarayonida qanday rivojlandi? Umid qilamanki, bugun biz ushbu asosiy savollarga javob topa olamiz. Avvalo, men Muftiy Shamail Nadviy sohibni sahnaga taklif qilaman. Qani janob, so'nggi iltimos, gapira boshlang.
Iltimos, telefonlaringizni yorug'lik rejimiga yoki jim rejimiga qo'ying. Bir marta tekshiring, ba'zida harakat yetarli bo'lmaydi. Bu olamni maqsad bilan yaratgan Yaraturjiga barcha hamdu sanolar bo'lsin. Hurmatli Ser Javed Axtar, janob Savrab Dvivedi va hurmatli tomoshabinlar, bugun shu yerda bo'lganingiz uchun barchangizga rahmat. Bugungi munozarada biz Xudo bormi mavzusi haqida gaplashmoqchi ekanmiz. Demak, bu har qanday qaror qabul qilish uchun turli standartlar bo'lishi mumkin bo'lgan mavzu. Shunday ekan, bahs boshida bugungi mavzuda qaysi me'yor to'g'ri, qaysi biri noto'g'ri bo'lishini bilishimiz muhim. Bizning hurmatli janob Javed Axtar sohib tezda amal qiladigan birinchi me'yor bu ilm-fan. Holbuki, fan Xudoning mavjudligini to'g'ridan-to'g'ri isbotlash yoki uning mavjudligini inkor etish uchun standart bo'la olmaydi. Va buning sababi nimada? Men buni aytmayapman. Buni sizga tushuntirish uchun Milliy fanlar akademiyasi aytadi. Fanda Xudo borligini isbotlash va rad etish jarayonlari yo'q. Nima uchun? Chunki fan empirik dalillar bilan, empirik dalillar esa bizning tabiiy va jismoniy dunyomiz bilan bog'liq. Xudo esa jismoniy bo'lmagan va g'ayri tabiiy haqiqatdir. Shuning uchun siz jismoniy haqiqatni topish bo'lgan vosita bilan jismoniy bo'lmagan haqiqatni tekshira olmaysiz. Shuning uchun bugungi kunda bu bahsda Allohning borligini isbotlash yoki inkor etish uchun ilmiy dalillar qabul qilinmaydi. Ikkinchi standart vahiy bo'lishi mumkin. Vahiy orqali biz Xudo bor yoki yo'qligini isbotlashimiz mumkin. Ammo bu standart bugungi kunda ham ahamiyatsiz. Nima uchun? Chunki vahiy men uchun ilm manbai, to'g'ri bilim manbaidir. Lekin bizning Javed Axtar sohibimiz uchun haqiqiy bilim manbai emas. Shuning uchun bugungi bahsda men Javed Axtar sohib uchun nomaqbul bo'lib qolmasligi uchun biron bir diniy kitobdan bitta dalil keltirmayman. Amalga oshirish mumkin bo'lgan uchinchi usul kuzatish. O'sha birodar kimdir bizga Xudoni ko'rsat deydi. Sizningcha, bu 14 milliard yil davom etgan deb ishoniladi. Lekin men bu doridan hech qanday foyda ko'rmayapman. Demak, bu aslida noto'g'ri vositadan foydalanmoqda. Bu xuddi Javed sohib muftiy sohibga metal detektor orqali plastmassani qanday aniqlashni ko'rsatishimni so'raganiga o'xshaydi. U har doim u yerda bo'lgan, shunday emasmi? Noto'g'ri vositadan foydalanayotganingizni biling. Ustozlaringizdan biri shoir bo'lgani uchun shoir bo'lgan bo'lsangiz va u shoir bo'lgan bo'lsa xuddi shu tarzda biz hayotda olg'a intilib, hech qayerda to'xtamasak, kechirasiz, hech qachon shoir bo'la olmaysiz. Shuning uchun menimcha Xudo borligi haqida empirik dalillarni talab qilish bolalcha ishdir. Va bizning hurmatli janob Javed Axtar sohib endi bu bosqichdan ancha uzoqlashdi. Endi faqat bitta me'yor qoldi va u me'yor aql, mantiq, fikrlash. Va bu me'yor ostida Xudoning mavjudligi isbotlanadi yoki Xudoning mavjudligi inkor etiladi. Ammo bu juda muhim va nozik mavzu bo'lgani uchun mantiqiy dalil ham aniq va noaniq bo'lishi kerak. Bu 2 va 2 4 bo'lgani kabi aniq. Buni mantiqan rad etish mumkin emas. Masalan, hurmatli janob Savrab sohibni aytaylik. U inson va barcha insonlar ongli mavjudotdir. Xo'sh, natija qanday bo'ldi? Bizning Savrab sohib ham ongli mavjudotdir. Bu noaniq dalilmi yoki aniq dalilmi? Bu aniq dalil. Bu 2 va 2 kabi aniq. Menimcha bundan kattaroq narsa yo'q. Odamlarda axloq bor ekan, siz qoidalarsiz yashash mumkin. Aks holda tartibsizlik sodir bo'ladi. Ammo men bashorat sifatida e'lon qilamanki, hech kim bunday aniq dalil keltira olmaydi. Biz bahslashamiz va aniq dalillar keltiramiz. Mantiqiy dalillar keltiradi. Men keyin bor bo'laman, lekin hozir ham mavjudman. Bu boshqa narsa. Siz guru, biz 13-turni o'tkazganimizda biz sizni sahnaga o'tkazamiz. Keling javobni tinglaymiz. Siz va men alohida oroldamiz. Bizdan oldin hech kim bo'lmagan orol. Yurish davomida siz to'satdan sizning oldingizda pushti rangli to'pni ko'rdingiz. Xayolingizga keladigan birinchi savol nima? Nega bu to'p bu yerga keldi? Qanday keldi? Bu haqiqat. Shundan so'ng siz savol berishdan din to'sadi dedingiz.
Bu siz erkinlik berganingiz emas. Har doim nima qilishni xohlasangiz qiling. Adolat insoniy tushuncha. Tabiatda adolat yo'q. Zo'rlashning nima keragi bor? Bilasizmi, bu to'p bo'lgani uchun uning mavjudligi shart emas. U mavjud bo'lishi mumkin, mavjud bo'lmas mumkin. Agar mavjud bo'lsa, u boshqa shaklda, boshqa rangda ham shunday qilgan bo'lardi. Endi siz bu to'pni kengaytirishda davom eting, kengayishda davom eting. Bu to'p koinotning o'lchamiga aylansa ham. Aytingchi, savol hajmi kattalashi tufayli o'zgaradimi? Umuman o'zgarmaydi. Bu koinot qayerdan paydo bo'ldi? Bu tabiiy emas, bu umuman savoviy emas. Nega kelding? Kim yaratdi? Bu savol o'sha paytda ham o'z kuchini saqlab qoladi. Ammo bu savolni janob Javed Axtar sohibga bersak, uning dunyoqarashi faqat o'zi emas, balki ateistligi bo'lgani uchun bu barcha ateistlarni anglatadi. Va bu savolni ateistik dunyoqarashga ega bo'lgan kishiga bersangiz, bu olam qayerdan paydo bo'ldi? Demak, ularning javobi yo jaholatdan dalil yoki dogmatik bo'ladi. Yoki ular men bu qayerdan kelganini bilmayman. Shuning uchun Xudo yo'q deyishadi. Bu jaholatdan kelib chiqqan dalil. Yoki bu olam o'z-o'zidan paydo bo'lgan deyishadi. Bu shuni anglatadiki, to'p ham o'z-o'zidan bo'lishi kerak. Ammo to'pga kelsak, uning o'z-o'zidan paydo bo'lganligi haqidagi tushuntirish qabul qilinmaydi. Ammo bu koinotga nisbatan amalga oshiriladi. Biz buni boshqa so'zlar bilan dogma deb ham atashimiz mumkin. Ikkinchidan, bizning Javed Axtar sohibimiz albatta gap xudosi misolini keltiradi. Yana misol keltiramizki, ilgari chaqmoq chaqsa, odamlar bir xudoga, yomg'ir yo'qsa, boshqa xudoga yuzlanishgan. Uning hech qanday bahsi yo'q edi. Bu bizning dunyoqarashimiz emas. Bu bizning dunyoqarashimiz umuman emas. Chunki tabiat hodisalari jarayonining talqinini bilish Xudoning mavjud emasligini isbotlamaydi. Inshaalloh bu haqda yana gaplashaman. Siz ham buni ko'rasiz va men bizning hurmatli janob Javed Axtar sohibimiz ham albatta hissiy dalil beradi deb umid qilaman. Bu haqiqatni hal qilishda mantiqiy xatodir. Nima uchun? Masalan, agar Xudo mavjud bo'lsa, nega yovuzlik bor deb aytadi? Holbuki, men yovuzlikning mavjudligi Xudoning mavjudligiga dalildir, unga qarshi emas deyman. Chunki agar Xudo bor bo'lsa, biz hammamiz uning oldida javob beramiz va agar javobgar bo'lsak, hisob berish uchun yomonlikning mavjudligi kerak. Busiz biz javobgar bo'la olmaymiz va agar biz javobgar bo'lmasak, Javed Axtar sohibga nima uchun bu dunyoda sayohat qilish kerakligini aytib berishini so'raymiz. Agar Xudo yo'q bo'lsa, nega u yerda sayohat? Sayohatdan keyin qasos ruhini topgan va bu dunyoni xuddi shunday tark etgan odamlarning ruhichi, ularning barcha qiyinchiliklari behuda bo'ladimi? Endi xuddi shu misolga qaytsak, agar kimdir mendan bu to'pni kim yasaganini yoki bu kengaytirilgan to'pni kim yaratdi, men shuni aytmoqchimanki, bu koinot va bu koinotdagi hamma narsa shartli. Kontingent bo'lish biror narsa borligi uchun kimgadir bog'liqligini anglatadi. Demak, bu koinot shartli va agar biror narsa shartli bo'lmasa, men sizdan koinotda qaysi narsa shartli emasligini ko'rsatishingizni so'rayman. Keling biroz e'tibor beraylik va biz ham ko'raylik. Va shartli narsalar mavjud bo'lganda, faylosoflarning terminologiyasiga ko'ra, biz o'sha joyga yetib boramiz va zaruriy mavjudiyot deb ataladigan mavjudiyotga erishamiz. Aynan o'sha zaruriy mavjudiyot uning yo'qligi mumkin emas, chunki agar u mavjud bo'lmaganida hamma narsa vujudga kelmas edi va bu barcha shartli narsalar unga bog'liq. Endi bu savolni bersangiz, bu mashhurni kim yaratdi? Xo'sh, uning sababi nima? Xo'sh, uning sababi nima? Xo'sh, uning sababi nima? Va cheksiz boring. Biz buni sabablarning cheksiz regressi deb ataymiz. Bu mantiqiy xatodir. Konsepsiyada cheksizlik mumkin. Masalan, cheksiz sonli sonlarni 1 dan 3 gacha sanashda davom eting. Men konseptual tarzda gapirmayapman. Sabablarning cheksiz regressi mumkinmi yoki yo'qmi? Amaliy haqiqatda isbotlang. Agar iloji bo'lsa, biz misol keltirayotganimizni qabul qilamiz. Agar iloji bo'lmasa, faqat bitta variant qoladi. Biz buni zaruriy mavjudiyot deb ataymiz. Mustaqil bo'lgan zaruriy mavjudiyot, chunki u qarom bo'lib qolsa, endi kerak bo'lmaydi. Ichki bo'lgan mustaqil mavjudiyot, agar u ichki bo'lmasa, boshlang'ichga ega bo'lsa, demak uning o'zi kontingentdir. Qudratli mavjudiyot, chunki kontingentni amalga oshirish uchun kuch kerak. Aqlli va bilinishi mumkin mavjudiyot, chunki koinot aniq tabiatning o'ziga xos shakllari va o'ziga xos qonunlar ostida ishlaydi. Rahmat muftiy sohib. Ushbu dalillardan keyin men Javed Axtar sohibdan iltimos qilaman. O'tirib gapirmoqchimisiz? Avvalo muftiy sohibga bir xush xabarni aytmoqchimanki, mening ilm fani borasidagi bilimim juda cheklangan. Bundan xavotir olmang, lekin menda qandaydir aql bor.
Qarang, Xudoning bu surati yangi rasm emas. U yerda asrlar davomida mavjud. Bu dinlardan ba'zilari 3000 yil, 4000 yillik bo'lishi mumkin. Ammo odamlar taxminan 10 000, 12 000 yil davomida Homo sapiens shaklida mavjud bo'lgan va har doim biron bir din yoki boshqa mavjud edi. Bu din johillarga mansub emas edi. Bu dinlar buyuk faylasuflar dunyoga kelgan Yunon jamiyatiga mansub edi. Bu din piramidalarni qurgan misrliklarga tegishli edi. Ularning Yupiter, Ra va Zevsi bugungi kunda har qanday dindor o'z xudosiga hurmat ko'rsatgandek uni hurmat qilishgan. Xristianlik kelishidan oldin Yevropada German dini mavjud edi. Xudosi bor edi, xotini bor edi, 2 o'g'li, 1 qizi bor edi. Germaniyada xristianlik Yevropaga kelganida Xudo, xotini va butun oila ketdi. Demak, agar tarixga nazar solsak, Xudoning ko'pchiligi kulgili. U abadiy mavjud emas edi. Va unga ishonganlar, siz ularni nima desangiz johil edilar. Ular hech narsani bilmasdilar. Unday emas. U o'z davrida juda qobiliyatli inson edi. Va u o'z vaqtida buyuk ishlarni qildi. U faylasuf va olim edi. Ammo ularning dini qayerga ketdi? Ularning xudosi qayerga ketdi? Bugungi kunda odamlar dunyoda mavjud bo'lgan Xudoga ishonishadi. Necha yildan keyin nima bo'lishini qanday bilasiz? Agar Yevropaga qarasak, cherkovlar bo'sh. Shunday qilib, vaqt o'tishi bilan narsalar o'zgaradi. Dinlarga kelsak, har bir din sizdan bir narsani, iymonni talab qiladi. Voy voy. Iymon va e'tiqod o'rtasidagi farq nima? Yo'tal. Bu odam uchun juda muhim narsa bo'lardi. Janob, agar Xudo bor bo'lsa, menga ko'rsating. Bu aqlsiz narsa. Nega mendan iymon so'raysan? Nega ishonaman? Chunki bu dunyo dumaloq bo'lsa, uning tepasi bo'lishi kerak. Buni ko'pchilik hal qiladi. Nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Sog'lom fikr aytadiki, bu sodir bo'ladi. Dalil bor, guvoh bor, aql bor. Shuning uchun bu mening e'tiqodim emas. Xo'sh, iymon va e'tiqod o'rtasidagi farq nima? Sizdan qaysi din so'rasa? Har bir din iymon so'raydi. Undan oldin Xudo minglab, millionlab, milliardlab yillar davomida u yerda o'tirib nima qilardi? Lekin siz bir narsani qabul qilishingiz kerak. Siz bu ishni biz uchun qilish uchun ibodat qilasiz. Agar unda biror dalil yoki guvoh bo'lsa, buni iymon deysiz. Ularning o'limlari behuda bo'lishini aytishadi. Iymon bu barcha shartlardan voz kechadi. Keyin ahmoqlik nima? Agar men mantiqsiz, mantiqiy, dalil, guvoh, dalil bo'lmagan narsaga ishonsam va unga ishonsam, bu ahmoqlik bo'ladi. Agar ertaga Elon Musk mening akam ekanligiga ishonsam, men juda xursand bo'laman. O'zimni juda erkin his qilaman. Lekin uka, nega ishonasan? Dalil nima uka? U amerikalik, siz esa Hind. U boshqa zot. Siz uni hech qachon uchratmagansiz. Qarang, janob, bu mening ishonchim. Bu haqda gapirmang. Ishonch siz isbotlay olmasligingizni anglatadi. Agar isbotlay olsangiz, iymonga hojat qolmaydi. Keyin qancha bahslashsangiz ham gapirasiz. Oxir oqibat dunyodagi har bir din iymonga asoslanadi. Va e'tiqod hech qanday dalil, guvoh va aqlga ega bo'lmagan e'tiqodni anglatadi. Ma'lumotlar. Siz 100 yil avvalgi ma'lumotlarni eshitdingizmi? Ajablanarlisi shundaki, siz orolga borib to'pni ko'rganingizni aytdingiz. Siz orolni kim qurganini aytmadingiz. Ya'ni bir vaqtning o'zida mavjud va mavjud emas. Biz orollar haqida shikoyat qilmadik. Ular orollar. Xuddi shunday bu orollar, bularning barchasi bu galaktikalar. Bularning barchasi kosmosdagi orollar. Biz ularni oddiy deb qabul qilamiz. Kim yasaganini so'ramaymiz. Ya'ni hayot shakli, eshitishi, ko'rishi, ta'mi va his qilishi mumkin. Shuning uchun bu qabariqda kelgan har qanday sifat hayvonlarda ham, odamlarda ham mavjud. Siz subyektiv axloqni misol qilib, uni obyektiv axloqqa yuklay olmaysiz. Men qanday tug'ilganman?
Men rejalashtirilgan tug'ilganmanmi? Men tug'ilishni rejalashtirgan edim yoki biriga yopishgan baxtli sperma bor edi? Mening tug'ilishim tasodifiy. Adolat deb nima desangiz, uning tabiatga hech qanday aloqasi yo'q. Bir kun kelib adolat qiladi deysiz. Adolat insoniy tushuncha. Tabiatda adolat yo'q. Agar sher kiyikni yesa, unga hech qanday jazo berilmaydi. Agar bo'ron kelib yam-yashil daraxtlarni yulib tashlasa, bo'ronlar uchun qamoqxona yo'q. Tabiatda adolat yo'q. Shuning uchun tabiat adolatga muhtoj emas. Tabiat hamma narsada bitta. Endi aytaylik, janob, yegan ovqatimni qarang. Bu mening ko'zim emas edi. Agar men unga qilgan bo'lsam, keyin jazosini oladi. Yo'q, o'sha tizim shunday ishlaydi. Tabiat adolatsiz. Adolat insoniy tushunchadir. Demak, men sizga adolat beraman deb aytadigan odam insoniy meditatsiya mahsulidir. Bu tabiiy emas, bu umuman samoviy emas. Tabiat falsafasi, adolatsizlik falsafasi. Birodar, siz birga uchrashasiz, endi chap qo'lni boshqarasiz. Bu nima? Hamma haqiqat, barcha yaxshilik, barcha odoblar chap qo'lda. Aks holda nima bo'lardi? Yo tanlov qilasiz, baxtsiz hodisaga duch kelasiz, yoki kimnidir o'ldirasiz, yoki tirbandlik bo'ladi. Yolg'on, insofsizlik, poraxo'rlik, bularning barchasi noto'g'ri tomonga haydamoqda. Undan yuqori hech narsa yo'q. Biz buni xuddi chap qo'l haydovchisini yaratganimiz kabi yaratdik. Bu adolat tushunchasi bizniki. Buning tabiatga hech qanday aloqasi yo'q. Arslon kiyikni yeydi. Qamoqqa tushadimi? Hech narsa bo'lmaydi. Demak, dunyo dinlarining sizga adolat haqida bergan va'dalari bu ularning inson tomonidan yaratilganligini ko'rsatadi. Bu rasm boshqa joyga tegishli emas. Tabiat nima bo'lishidan qat'iy nazar. Ba'zilar tabiat xudo, shuning uchun tabiatda adolat yo'q. Boshqa joyda o'limdan keyin adolatga erishaman deb va'da qilasiz. Agar men buni olsam, men juda xursand bo'laman, lekin bunga ishona olmayman, chunki men ishonch hosil qila olmayman. Din iymonni talab qiladi. Bu ularning asosli emasligini anglatadi. Agar din me'yorida bo'lsa, yaxshi bo'ldi. Har qanday din ham sizda qandaydir fazilatlarni rivojlantiradi. Qarang, uning bu ustunligi, o'sha ustunligi bor. Dorilarning ko'pchiligida spirtli ichimliklar ishlatiladi va Amerikada so'rov o'tkazilgan vaqtni aniqlash uchun. Bir tomonda spirtli ichimliklarni iste'mol qilmaydiganlar va boshqa tomondan har kuni bir shisha spirtli ichimliklar ichadiganlar bor edi. U eng uzoq umr ko'rdi. 2 qoziq o'lchab spirtli ichimliklarni iste'mol qiladigan va ovqat yeydiganlar. Ammo biz spirtli ichimliklarni yomon deb hisoblaymiz. Men ham yomon his qilyapman. Nima uchun? Bu sodir bo'lmaydi. Ba'zi narsalar o'sib boradigan odatlarga ega. Shu paytgacha men sut ichgan odamni ko'rganman. Agar 10 yildan keyin uchrashsangiz ham siz bir xil stakan ichasiz. Bunday bo'lmaydi. Ertalabdan beri sut ichishni davom ettiradi. Men milkholikni ko'rmaganman. Alkogolli. Bu dinning tendensiyasi. Saraton ko'paygandek, spirtli ichimliklar ko'paygandek o'sadi. Uni to'g'ri ishlatadiganlar ham bo'ladi. Ishonchim komilki, muftiyimiz sohib ham ulardan biri. Men u bilan uchrashganimdan juda xursand bo'ldim. Ammo u yerda qancha odam bor yoki biz imonli odamlarning dunyodagi vayronagarchilikka qanchalik aloqasi borligini ko'rsak, qanday qilib hamma dinlar buni aytmaydi demasligi mumkin, lekin ular bu dindan ichganda o'zlarini shunday tutishadi. Agar bu ozgina bo'lsa, bu yaxshi narsadir. Ammo spirtli ichimliklar kichik bo'lib qolmaydi. Birinchi navbatda uni ichish istagi bor. Agar tanada ozgina 2 yoki 3 ta saraton hujayralari bo'lsa, odam undan o'ladi. Ammo bu 2 yoki 3 ta hujayra davom etmaydi. Ular ko'payadi. Javed sahib, vaqt tugadi. Ha, men muftiy sohibni birinchi javob bosqichiga taklif qilaman. Rad etish. Birinchi raund. Sizda 7 daqiqa bor. Javed sahob, sizga katta rahmat. Sizni tinglab juda xafa bo'ldik. Inson tanasiga tegishli genlar Darhaqiqat kecha biz muftiy sohib va Jovid sohibdan hind tili va sog'lom fikr hammaga tushunarli bo'lishini so'ragan edik. Qayerda qiyin so'zlarni ishlatsangiz ham ularni eslatib turing. NK.
Ular zavqlanishadi. Kelishdikmi? Endi buni biroz mantiqiy ko'rib chiqaylik. Rahmat. Shunday qilib, birinchi navbatda bizning hurmatli Javid sohib Xudo o'lganligini aytdi. Qancha dinlar oldinga o'tdi. Ha, men aytamanki, kim shartli narsani Xudo deb bilsa, uni noto'g'ri deb hisoblagan. U umuman Xudo emas, Bunday gaplarni aytmang, yaxshi. Biz buni hech kimga isbotlashni maqsad olganimiz yo'q. Ikkinchi gapi esa iymon va iymon edi. Bu u birinchi marta taqdim etgan iymonning shunday ta'rifidir. Yoki afsuski, u birinchi marta taqdim etmadi. Richard Dawkins birinchi marta taqdim etdi. Men bu manba qayerdan ekanligini bilaman. Epistemologik nuqtai nazardan siz bunday e'tiqod va e'tiqodni farqlay olmaysiz, janob. Meni bir daqiqa tinglang, janob. E'tiqod ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Mantiq, aql va dalil bilan mustahkamlangan iymon to'g'ri bo'ladi. Bu ma'nosiz. Biz hech qanday mantiq va dalil bo'lmagan e'tiqodga ishonmaymiz. Biz ishonmaymiz, faqat o'zaro tekshirish haqida gapirganda. Demak, e'tiqod ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Iymon ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Gap shundaki, insoniyat jamiyati bir-biriga muhabbat, birdamlik va islom bilan yashay olsagina birga yashay oladi. Bugun siz e'tiqodni qabul qilasizmi yoki e'tiqodni qabul qilasizmi? Bugun savol haqiqat nima haqida bo'ladi? Haqiqiy e'tiqod to'g'rimi yoki to'g'ri e'tiqod to'g'ri? Va yolg'on e'tiqod nima va yolg'on e'tiqod nima? Kamera ramkasi sizga tushishi uchun bir muddat pauza qilinadi. U so'ragan ikkinchi narsa, u holda ahmoqlik nima? E'tiqod, din, ahmoqlik bo'lmasa boshqa nima bor? Chunki iymon haqida gapiradigan bo'lsak, ahmoqlik nima? Men ahmoqlikni ateizm deyman. Buning sababi shundaki, siz yo'lda ketyapsiz va siz bog'ga borasiz va u yerda gullar bilan yozilganini ko'rasiz. Men Javid Axtarni yaxshi ko'raman va men chindan ham sevaman. Men sizni yaxshi ko'raman, janob. Ular orasida Al-Hakim ham bor. Voy buy. Shunday qilib, men kimnidir ovqatlantirishim kerak bo'ladi. Bu tabiiy tanlovmi? Yo'q, u aniq ishlab chiqilgan. Savol shuki, Javid sohib bundan kelib chiqadimi? Ilm mantiqi boshqa, din mantiqi boshqa. Shuning uchun, agar kimdir koinot juda aniq ishlayotgani haqidagi sog'lom fikrni qabul qilmasa, deylik, u o'z-o'zidan yaratilgan. Menimcha bundan kattaroq narsa yo'q. Bu mantiqiy narsa. Keyin boshimiz orolga emas, topga e'tibor qaratganingizni aytdi. Hey, men orolni kim yasaganini tushuntirish uchun top misolini keltiraman. Va top ham shartli, orol ham shartli. Ikkalasi ham muhim loviya talab qiladi. Bundan tashqari, u tabiatda adolat yo'qligini aytdi. Axloq nima, adolat nima ekanligini biz hal qilamiz. Shunday qilib, bu orollar, bularning barchasi bu galaktikalar, bularning barchasi kosmosdagi orollar. Ishonchim komilki, men hech bir turni o'tkazib yuborishingizga yo'l qo'ymayman. Haydash va yo'l harakati haqida siz keltirgan misol subyektiv axloqdir. Siz subyektiv axloqni misol qilib, uni obyektiv axloqqa yuklay olmaysiz. Adolat yoki obyektiv axloq, agar siz tabiatda adolat yo'q desangiz, adolat bo'lmasligi tabiiydir. Men rejalashtirilgan tug'ilmadim. Nega biz dunyoda adolat o'rnatishga shunchalik intilyapmiz? Bu mantiqsiz narsa. Mening tug'ilishim tasodifiy. Biz ijtimoiy konsensus yoki shaxsiy imtiyozlar orqali subyektiv axloqiy yoki axloqsiz narsani hal qilamiz. Ammo u qayta takrorlagan adolat kelgan obyektiv axloq subyektiv emas, obyektivdir. Agar siz buni subyektiv desangiz, mening sizga savolim, agar zulm ijtimoiy konsensus orqali to'g'ri e'lon qilinsa, uni oqlaysizmi? Ikkinchisi, 2 pachka aroq ichsangiz, o'sha darajada qolmaydi, dedi. O'shada, din bilan ham shunday, tabiat hamma narsada bir. Demak, bu shunday misolki, uni har qanday joyga moslashtiringki, siz ateizmga moslashganingizda, 2 paket ateizmga moslashganingizda, u o'sib Shimoliy Koreyaga aylanadi. Rahmat. Men Javed sahibni rad etishning birinchi bosqichiga taklif qilaman. Sizda 7 daqiqa bor. Iltimos, qayta o'rnating. Muftiy sohib ham tabiatda adolat yo'qligini qabul qilganidan xursandman. Ammo ularning dini qayerga ketdi? Sizdan bir narsani so'rayman, bilib oling.
Boqqa borganingizda juda chiroyli gullarni ko'rasiz. Bularning hech biri tabiiy emas. Bu gullarning barchasi kesishish orqali qilingan. U umuman xudo emas. Bu gullarni odamlar yasagan va ularni bog'da ko'rsangiz voy deysiz. Bular odamlar tomonidan yaratilgan. Ularni kesib o'tish va qayta rivojlantirish orqali turli xil gullar yaratilgan. Xo'sh, nima dedingiz, janob? Siz buni isbotlaysiz. Sen menga shuni ayt. Inson ko'p narsalarni qilgan. Har doim vaqt bor. Shuning uchun qanday deysiz? U doimo bo'lgan va boradi. Nega mendan iymon so'raysiz? Siz mantiqiysiz. Sizda barcha mantiqiy fikrlar mavjud. Sizda barcha dalillar bor. Buni ko'pchilik hal qiladi. Nima to'g'ri? Nima noto'g'ri? O'sha birodar, sen taslim bo'lib savol bermaysan. Hech bir din barcha savollarni berishga ruxsat bermaydi va juda ko'p savol berishni taqiqlaydi. Siz adashasiz. Nega to'xtayapsiz? Haqiqat shundaki, inson sanasi nima? Insoniyat tarixi shundan iboratki, dunyoda ikki xil odamlar mavjud. Uning ulug'orligiga sajda qilgan kishi. Ikkinchidan, jaholatlari yoki dindorligi bilan kurashib, bu nima ekanligini bilib olganlar. Siz nima deysiz? Bugun bu olam qanday paydo bo'lganiga hayron qoldingiz. Odamlar hayron qolishdi. Agar quyosh botsa, u qanday qilib bu yerdan chiqadi? Unda bo'lishingizga hech qanday e'tiroz yo'q. Bir qadam ortga qayting. Xo'sh, buning ortidan ketasiz, qayerdan kelganini so'ramang, deyishadi. Bu kuch har doim mavjud bo'ladi. Xo'sh, sizda koinotga ishonishda qanday muammo bor? Savolim shuki, Javed sahib mantiqni ko'p marta ishlatgan. Fanda mantiq bor, dinda mantiq yo'q. U har doim bo'lganmi yoki yo'qmi, biz bilmaymiz. Bu qaysi professor bo'ladi? Ularda hamma bilim bor. Ilgari dinozavrlar borligini hech kim bilmas edi. Hech kim bilmaydi. Qarsaklar, dunyoning hech bir diniy kitobida dinozavrlar haqida so'z yo'q, ammo qolgan hamma narsa 4 ta oson darsda qanday qilib olamni yaratish va boshqa hamma narsa ma'lum. Hamma narsani biladigan odam buziladi. Yaratilishning o'zi yaratguvchidir, lekin ularga sig'inmaylik, odamiyligimizga sig'inmaylik. Kelin bilib olishga harakat qilaylik. Siz o'tirgan dunyo, janob, bu zal, bu elektr, bu mayk, siz kelgan samolyot, siz bu yerga kelgan mashina. Bularning barchasi savol bergan odamlar tomonidan yaratilgan. Bu yerda musulmonlarga qarshi va har bir bosqichda bu savollarga makruh, noto'g'ri deyilardi. Siz hozirgina sanani o'qidingiz. Burton Ellisonning juda qiziqarli kitobi bor. Unda u din va fan haqida yozgan. Bu haqda qadim zamonlardan beri din fanga qarshi bo'lgan va qanchalik ko'proq u bug' mashinasiga qarshi edi. U hatto bug' mashinasiga qarshi edi. Vatikan bergan. Bu yaxshi narsalar. Ularni saqlang. Ularning ma'lumotlari mustaqbilga tegishli bo'lmasligi mumkin. Joha? Yo'q, u yerda kamroq bo'lgan urug'lar emas. Va bugun siz aytayotgan bularning barchasi mumkin emas. Bu qanday sodir bo'ldi? Bir voqeani eslayman. 6-sinfda o'qiyotganimda matematikadan juda zaif edim. U umuman xudo emas. U menga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 o'rgatdi. Ya'ni siz shifokorga ishonganingiz uchun shunday deyapsiz. Shuning uchun xudoga ishoning. 1ni 2ga bo'lish, 3ni 4ga bo'lish nima ekanligini tushuntirgan kuni. Okey, bu yaxshi narsa. Bu odam yurayotib, tirik organizmning ichiga kirishni aytyapti. Shuning uchun uning mavjudligi va nima uchun borligi haqida o'ylash bog'liq. Ikkinchidan, biz bu dunyoga sinov uchun kelganmiz. Sinovdan o'tmoqdamiz va har bir inson turlicha sinovdan o'tadi. Va nima sodir bo'ladi? Bu sizning insoniy uchrashuvingiz. Hamma qarorlarni juda tez qabul qilmang. Pichoqni noto'g'ri ishlatgan kishi xato qiladi. Nima deyish kerak? Bu koinot qanchalik uzoqqa cho'zilgan? Bu qachondan beri sodir bo'ldi va qancha davom etadi? Biz bilmaymiz. Siz qaror qildingiz. Qachon yaratilgan? Sizningcha bu 14 milliard yil davom etgan deb ishoniladi. Sizning yoningizda tabiat adolatsizlikka asoslangan. U shunday indamay, duo olib o'tirardi. Shunda uning boshiga fikr keldi, keling bir ish qilaylik, vaqt yaxshi o'tadi. Keling koinot yarataylik. O'ylab ko'ring. U har doim u yerda bo'lgan. Shunday emasmi? Kamera ramkasi sizga tushishi uchun bir muddat pauza qilinadi. Bu yaratilgan. Iltimos. Ularning ishi nima edi?
Men sizga aytdimki, odamlarda Allohni faqat mehribon va hamma narsaga qodir deb bilish noto'g'ri tushunchadir. Bu juda oson. Bugun biz asta-sekin va asta-sekin bilib oldik. Yillar o'tib, 2,5 ming yil oldin sodir bo'lgan voqeani sizga kimdir aytdimi? Ammo bu mantiqning asosi siz to'xtashingizdir. Bu haqda Javid sahib necha bor eslatib o'tdi va o'shandan beri ular 2,5 ming yil oldin aytilgan gaplarga amal qilmoqdalar. Hamma narsa o'zgargan, bu aniq dalil. Hozir fan umuman da'vo qilmaydi yoki biron bir faylasuf biz hamma narsani bilamiz deb da'vo qilmaydi. Aksincha u qanchalik ko'p bilgan bo'lsak, shunchalik oz narsa bilamiz deydi. Oxir oqibat dunyodagi har bir din iymonga asoslanadi va e'tiqod hech qanday dalil, guvoh va aqlga ega bo'lmagan e'tiqodni anglatadi. Uni e'lon qiling. Ha, vaqt tugadi. Rahmat, katta rahmat. Men muftiy sahibni ushbu bahslarning ikkinchi bosqichiga taklif qilaman. Yana bir bor 7 daqiqa vaqtingiz bor. Rahmat. Janob Javid Axtar sahib iymonning ma'nosini aytadigan ko'p marta takrorlaydi. Aytdim. Iymon to'g'ri va noto'g'ri va bugun biz iymon haqida gapirmayapmiz. Biz haqiqat va Xudo bormi haqida gapiryapmiz. Xudo bormi? Bu haqiqat. Ya'ni Xudo bor yoki yo'q. Bu ikkisidan qaysi biri to'g'ri? Endi siz buni iymon deyishingiz mumkin, ishonch deysiz, mening biznesim emas. Biz ijtimoiy konsensus yoki shaxsiy imtiyozlar orqali subyektiv axloqiy yoki axloqsiz narsani hal qilamiz. To'xtagan bo'lgandir deyman. Men to'xtamayman. Aksincha savol berish kerak. Savollar berish orqali biz oldinga va taraqqiyotga erishamiz va shuning uchun men bugun bu yerga keldim. Ammo bu savol nafaqat Xudoga, balki sizga ham tegishli bo'ladi. Savol ateizm haqida ham bo'ladi. Savol faqat din haqida bo'lmaydi, hamma narsa haqida bo'ladi. Va bugun men savollar beraman va umid qilamanki, siz javob berasiz. Bu to'p koinotning o'lchamiga aylansa ham. Aytingchi, savol o'lcham kattalashishi tufayli o'zgaradimi? Umuman o'zgarmaydi. Olam vaqt va makon bilan bog'langan shartli narsa. Vaqt va makon bilan bog'langan narsa shartli bo'ladi. Nima shartli bo'lishidan qat'iy nazar, uning boshlanishi sodir bo'lish kerak. Boshlanishi bo'lgan narsa abadiy bo'lolmaydi. Bu odatiy narsa. Siz dinozavrlar haqida hech qanday diniy kitobda tilga olinmaganligini aytdingiz. Afsuski, shu paytgacha men hech qanday matematika kitobida dinozavrlar haqida hech narsa eslama topmadim. Demak, bu matematika kitobi foydasiz deganimi? Yo'q, bu mavzu emas. Vahiy va diniy kitoblarning mavzusi kelib qanday velosiped yasashni aytmasin yoki kelib dinozavrlar qachon bo'lganligini aytib berish emas. BMT hisobiga ko'ra, din ilmga xalaqit beradi, uni to'xtatmaydi. Agar u to'xtasa, u noto'g'ri ish qiladi. Din bizning Javid sahibimiz musulmon bo'lgan ilmga xalaqit beradi. Ilm va ilm fan orasida farq bor. Ilmiylik bu siz fan va ilmiy metodologiyani tushunishingiz. Bu ilm olishning yagona bilim manbai. Bu ilm fan. Biz buni rad etamiz. Dorilarning ko'pida spirtlik ichimliklar ishlatiladi. Va Amerikada so'rov o'tkazilgan vaqtni aniqlash uchun bir tomonda spirtlik ichimlik iste'mol qilmaydiganlar va boshqa tomonda har kuni bir shisha spirtlik ichimlik ichadiganlar bor edi. Birodar, sanamizni to'liq o'qib chiqsangiz bilib olasiz. Ammo bu boshqa mavzu. Shundan so'ng u bir so'z aytdi. Vatikan fatvo berdi. Bu bahsning ikkinchi bosqichi. 7 daqiqa. Avvalambor sizdan iltimos qilib, koinot bo'lmaganda vaqt yo'q edi, hech narsa yo'q edi dedingiz. Qanday bo'lmadi? Xudo edi. Turli xil vahiylar mavjud. Keyin portlash bo'ladi. Keyin u tarqaladi. Xudo edi. Xo'sh, nima dedingiz janob? Siz buni isbotlaysiz. Sizda ham mantiq bor, menda ham mantiq bor. Xudo borligini isbotlash mening mas'uliyatim emas.
Qarsaklar, Bertrand Russell juda yaxshi gap aytdi. Bertrand Russell juda yaxshi gap aytdi. Biroz kamtarlik qiling, aka, buni bilmaymiz. Qarsaklar, agar zulmat bo'lmasa, yorug'likni qanday tushunasiz? Da'vo qilganman. Dindorlar Xudo borligini da'vo qilishadi. Biz bilmaymiz. Agar meni ishontirmasangiz, men rozi bo'lmayman. Bu sizning mas'uliyatingiz. Qarsaklar, mening emas. Ikkinchidan, siz aytayotgan gaplar bu bo'shliqlar har qanday dinga e'tiroz bildirilsa, qachon shunday bir narsa chiqsa, har qanday e'tiqodga qarshi chiqsa, g'ala-g'ovur bo'ladi. Dinlar bu belgilarning barchasini turli joylarda va turli vaqtlarda to'xtatishga harakat qilishgan. Bertrand Russellning Din va fan kitobi. Uni o'qing. Yo'q, uka. Ukol bolaga og'riq keltiradi deb aytgan edingiz. Bir savol. Ikkinchisi bu. Bu uning fan bilan aloqasi. Xo'sh, endi o'ylab ko'raylik. Baribir bu borliq, din va Xudoga bo'lgan ishonch insonni yaxshilaydi. Shunday qilib bitta narsani qiling. Hindiston va dunyo xaritasini oling va din ko'proq tarqalgan joyini belgilang. Qayerda bo'lmasin, u Latin Amerikasi yoki Yaqin Sharq yoki Uzoq Sharq yoki Hindistonning dindorlik ko'proq bo'lgan hududlari bo'lsin. Xaritani chetga surib qo'ying. Endi ikkinchi xaritada qayerda adolatsizlik, repressiya, ayollar huquqlarining poymol etilishi, zulm, diktatura bormi? Xarita bir xil bo'ladi. Qarsaklar. Xo'sh, aytingchi, bu qanday hiyla yoki foydalanish? Mikrofonni bering yoki ha, sizga bir savolim bor. Undan foydalanish hech kimga foyda keltirmaydi. Barcha yomon davlatlar va yomon jamiyatlar Alloh nomidan barcha vahshiyliklarni qiladilar. Noto'g'ri qiling, to'g'rilang. Bu yerda bizda bor narsa qora tuynuk. Va buning sababi nimada? Hech qachon viski shishasini ko'rganmisiz? Bular odamlar tomonidan yaratilgan. U qanchalik go'zal ko'rinadi. U birovga qanday yomonlik qiladi. Uni ishlatish noto'g'ri. Shuning uchun uni yoqtirmaysiz. Qanday qilib zo'rlashdan noto'g'ri foydalanish kerak? Ushbu rasmdan foydalanish noto'g'ri va har doim noto'g'ri bo'lib kelgan. Ko'ryapsizmi? Insoniyat tarixini ko'rasiz, bugunni ko'rasiz, bu do'stlarni ko'rasiz, bu dunyoni ko'rasiz. 7 milliard iroda erkinligi va agar odam meni o'z ixtiyori bilan o'ldirsa, men Xudoning irodasi bilan yoki uning ixtiyori tufayli o'laman. Iymonli odamlar adolatli va adolatlimi? O'z xudolariga ishonadiganlar qanday odamlar? Ular odamlarga adolat beradi. Ular yaxshi odamlar bo'lishadi. Xo'sh, bu dori qanday foyda keltiradi? Qachon yaratilgan? Lekin men bu doridan hech qanday foyda ko'rmayapman. 1. Agar erkak dindor va yaxshi odam bo'lsa, men uni juda hurmat qilaman. Chunki menimcha, dindorning yaxshi bo'lishi mendan ko'ra qiyinroq. Birodar, hamma narsaning chegarasi bor. Xudo buni buyurmaydi, balki oldini oladi. Ularning ishi nima edi? Birodar, siz juda muhim ish qilyapsiz, lekin kamera ramkasiga kirib, bu ishni buzyapsiz. Siz janob, kuting. Endi ertalab namozgohingizga borib namoz o'qib chiqsangiz, tashqariga chiqsangiz, o'zingizni juda yaxshi ish qilganingizni his qilasiz. Sizning mehribonligingizning hech kimga foydasi yo'q edi. Siz ularga javob berasiz. Shuning uchun men kimnidir ovqatlantirishim kerak bo'ladi. Ba'zi bir begunoh odamga yordam berishga to'g'ri keladi. Kvotadan qanday foydalanaman? Siz barcha dindorlar o'z kvotangizdan o'ta foydasiz ishlarda foydalanasiz. Bundan keyin ham agar sizda hali ham biroz odob qolsa, unda vay qanaqa narsa. Birinchidan menga ikkala olim ham vaqtni hurmat qilgani va uzoq vaqtdan beri o'z kursida o'tirib bahs munozaralarini yakunlagani va ba'zan muddatidan oldin o'tirgani menga yoqadi. Janob, mening ismim Laykur Rahmon va men Aligar Musulmon universiteti talabasiman va bilishimcha, janob siz ham uning mahsulisiz. Endi rad etishning ikkinchi bosqichi bor va shundan so'ng o'zaro tekshiruv o'tkaziladi. Yo'q, sizning bahsingiz tugadi janob. Men bunga biroz qo'shaman.
Ishonchim komilki, men hech bir turni o'tkazib yuborishingizga yo'l qo'ymayman. Muftiy Shamoil Nadviy sohibga raddiya raund. Bizdan oldin hech kim bo'lmagan Arol. U Xudo koinotdan oldin mavjud bo'lganligini, shunda ham vaqt bo'lishini aytdi. Endi bu savolni chetga qo'yay. Biz Xudoga ishonamiz va zarur mavjudot zamonsiz bo'lish kerak, chunki u vaqtning yaratuvchisidir. Vaqtni yaratganida o'zi qanday qilib vaqtida bo'lishi mumkin edi? U bo'shliqni yaratganida u qanday qilib kosmosda bo'lar edi? Agar u allaqachon vaqt va makonga ega bo'lsa, u nimani yaratdi? Shuning uchun, agar Xudo mavjud bo'lsa, vaqt bo'lar edi degan savol noto'g'ri. Bo'lishi mumkin emas. Ammo u qayta takrorlagan adolat kelgan. Obyektiv axloq subyektiv emas, obyektivdir. Voy uka, aytingchi, metafizik nima? Mana men sizga rostini aytaman. Bu har qanday joyda ishlatiladigan so'z. Gapni aytib men bilan bahslashayotganingizda meni metafizik demang. Meni mantiqan isbotlaysiz va mantiqiy gapirmasangiz. Janob, agar bu metafizik bo'lsa, biz nima haqida gapiryapmiz? Men sizga yolg'on taxmin aytdim va vaqt oldin bo'lmagan deyish uchun nega biz u doimo abadiy bo'ladi deymiz? Bizda ba'zi vujuhat sovg'asi bor. Har doim biroz vaqtni anglatadi. Vaqt bo'lmasa, qanday qilib doim bo'lishi mumkin? U quruq qoladi. Agar siz u bilan aralashsangiz, halokat, yo'qotish va halokat bo'ladi. Ko'pchilik nima qilsa ham to'g'ri bo'ladi. Sog'lom fikr aytadiki, bu sodir bo'ladi. Dalil bor, guvoh bor, aql bor. Shuning uchun bu mening e'tiqodim emas. Men teleskop orqali ko'rganim 2 milliard yorug'lik yili. Bo'yin atrofida to'r shakllana boshlaydi. Bola ko'k rangga aylanadi. Bechora bola, chunki u davolanmaydi. Bu qadari mutlaq. Xohlagan ishini qila oladi. Siz bu ishni biz uchun qilish uchun ibodat qilasiz. Agar u buni qilsa, demak u kundalik hayotga aralashadi va u buni kuzatadi. Ikkinchisi, agar siz kutilmagan holatlar haqida gapirsangiz, nega butun musulmon jamoati o'sha G'azza bolalari yig'ilganda ham qutqara olmaydi? Janob, ser. Shuning uchun men dunyoni ko'rganimda, menda unga nisbatan hurmat paydo bo'lmaydi. Jazira qanday tashkil topdi? Qarsaklar sadosi. Siz butunlay qudratlisiz, hamma narsaga qodirsiz, hamma joyda mavjudsiz. Siz G'azzada bo'lgansiz kerak. To'g'rimi? Siz hamma joydasiz. Siz bolaning qo'llari qanday uchayotganini kuzatib turardingiz. Siz tomosha qildingiz va men sizni mukammallashtirishimni xohlaysiz va siz ham buni xohlaysiz. Hoy, bizning bosh vazirimiz bundan yaxshiroq. U nimadir bilan qiziqadi. Qarsaklar sadosi. Ajoyib. Kimga ibodat qilyapsiz? U mavjud bo'lsa ham. Bu dunyo nohaqlik, zulm, zo'rlik, zolimlar bilan to'lib toshgan. U ko'rib turibdi. Bir kun kelib aytadi demaysiz. Agar u qarab tursa va aralashmasa, nega namoz o'qiysiz? Bu ishni men uchun qiling deysiz. Bu shuni anglatadiki, birga bo'lganingizda nima desangiz yoki qilsangiz, u amalga oshiriladi. Yo'q, agar kimdir buni olmagan ham, u siz uchun ishni qiladi. Namoz o'qiganingiz uchun qachon u sizni ish bilan ta'minlab, qizingizni uylantirsa, o'g'lingizga green card olib bersa, hech bo'lmaganda bu o'layotgan bolalarni to'xtata oladi. Yana bir bor 7 daqiqa vaqtingiz bor. Men bu dunyoning bir o'rta ustasini bilmayman. Har narsaga qodir hukmron bor va dunyo shunday ketmoqda. Men akam yo'qligini afzal ko'raman. Agar bor bo'lsa, bu juda uyat bo'ladi. Rahmat. Ha, xonim, unga mikrofonni bering. Xonimlar va janoblar, ushbu munozaraning 2 bosqichi va 2 ta raddiya yakunlandi. Endi eng muhim va eng qiyin so'roq bosqichi boshlanadi. Endi bu olimlarning janobligi sinovdan o'tkaziladi va biz 16 daqiqa vaqt chegarasini belgiladik. Birinchi savolni bermoqchimisiz? Ha, albatta.